serquyosh hur o'lkam elga baxnajot. Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi 1992-yil 10-dekabrda qabul qilingan. Barchangizni davlat madhiyasi qabul qilingan kun bilan tabriklayman. Yashnagay itoat ilm-fan ijod, shuhrating porlasin toki bor jahon. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi so'zi Abdulla Aripov tomonidan yozilgan, musiqasi Mutalib Burxonov tomonidan bastalangan. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi qabul qilingan kun barchangizga muborak bo'lsin. Oltin bu vodiylar jon O'zbekiston ajdodlar mardona ruhi singaya, ulug' xalq qudrati jo'sh urgan zamon, olamni mahliyo aylagan diyor. Madhiyamiz davlat tashriflarida hamda sportchilarimiz yutuqlarida yangrab turadi. Madhiyamiz doimo jaranglab tursin. Bag'ri keng o'zbekning o'chmas iymoni, erkin yosh avlodlar senga zo'r qanot, istiqlol mash'ali, tinchlik posboni, haq sevar ona yurt, mangu bo'l obod. Har gal madhiyamizni eshitganda beixtiyor jo'r bo'lib kuylayman. Barchamizga madhiyamiz qabul qilingan kun muborak bo'lsin.